Assalomu alaykum. Bugun nafas qisishi haqida gaplashamiz. Nafas qisishi bilamizki, o'pkani ichidagi bosim tashqi atmosferadagi bosimga nisbatan pastroq hisoblanadi. Xuddi shuning uchun agar unda bosim o'zgarishga uchraydigan bo'lsa yoki uni atrofidagi tuzilmalarga zarar tegadigan bo'lsa, o'pkadagi bosim ortib ketadi va o'sha yerdagi organlarni siqib qo'yishi mumkin. Bu yerda yurak joylashgan, o'pka hammasi birgalikda joylashgan va asosiy qon tomirlar ham xuddi shu joyda joylashgan. Bunga asosiy sabablar nima bo'lishi mumkin? Har doim o'sha ko'krak bo'shlig'ida eng birinchi uchraydigan ko'krak bo'shlig'i jarohatlari. Agar jarohat yetadigan bo'lsa, u yirtilishi, qon ketishi natijasida bosim o'zgarishiga uchraydi va buning natijasida nafas qisishni boshlashi mumkin. Bundan tashqari hech qanday jarohatlar yo'q, lekin plevrani atrofida shamollashdan keyin suyuqlik to'planib qolish natijasida o'pkani yana ham siqib qo'yishi mumkin. Bunda ham nafas qisishi kuzatiladi. Bundan ham tashqari olib qoladigan bo'lsak, pulmonar embolizm deydi. Ya'ni o'pkani qon tomirlari yoki o'sha kichkina bo'lakchalariga tromb tiqilib qolish, ya'ni qonning qotib qolgan qismini tiqilib qolish natijasida ham kuchli nafas qisishi keltirib chiqarishi mumkin. Bu o'ta xavfli holat hisoblanadi. Bundan tashqari qorin bo'shlig'ini ko'krakdan qorin bo'shlig'iga o'tish qismida shu qismi orqali oshqozonning tepaga chiqib qolishi, ya'ni bu ko'krak bo'shlig'i churralari deb ataladi. Xuddi shu churralar ham ko'krakning siqilib qolishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari albatta hech kim oldindan aytib bo'lmaydigan narsa bu ko'krak bo'shlig'idagi o'smalar. Odatda ko'krak bo'shlig'idagi o'smalar eng oxirgi darajalarda aniqlanadi. Ungacha inson o'zida bilmaydi o'sma borligini. Agar sizda nafas qisishi tez birdaniga boshlansa yoki sekin astalik bilan nafas qisishi kuchayib borayotgan bo'lsa ham zudlik bilan shifokorga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Chunki uy sharoitida simptomlarni yengillashtirish bu xavfli. Asosiy sababni aniqlanish kerak va uni bartaraf etish eng muhim yechim hisoblanadi. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kim biror kasallik haqida ozgina ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Rahmat.